ochinglar, mana uni ochinglar, nima bo'lib ketdi? Nima qilyapsiz akabatda? Melisadan qochib mana shu yashib oldim. Dokumentim yo'q. Rossiyada emasmizmi? Tavba qildim, astag'firullah. Tushimda ham, o'ngimda ham refleks o'qib qopti. Dokumentim yo'q deb qochib mana shu yashib oldim. Bu qayerga kelib qoldim men? Tornado, Drabilka, katyor ishlab chiqaradigan joyga keldik. Chiqing akabatda. Bu musor paqirmi? Musor paqir. Musor paqirmi? Bu qanaqa bu? Endi ko'rib turibman bu narsani. Musor paqirimiz. Bu tayda qildiraylar ham buni. Mana narsasi, mana narsasi nima bu? Musor paqirdi. Men g'ildiragi bor ekanman, yetalab yuraman. Mana narsasi nima bu? Men tushunmadim, bu musor paqir emas bu. Bunisi aka o'zi oldingi mashinalarda ham, hozirgi mashinalarda o'zi aslida yuklaydigani bo'lgan. Xuddi o'sha narsa, bag'adan iladi, bag'adan ham ilib oladi, o'ziga o'zi yuklab oladi buni aka. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Bu albatta hazil edi. Hurmatli aka-ukalar, biz hozirgi paytda Farg'ona shahar Qo'shtepa tumanidamiz. Aka-ukalar Tornado drabilkalar ishlab chiqaradigan joyda ukalarimiz zo'r qilib mana yangilikni chiqarib qo'yibdi. Akalar, bu birinchisi, xudo xolasa sizning kanalingizda dedi. Bu narsamiz 1 tonnagacha ko'taradigan musor yashik, ya'ni musor soladigan quti. Akalar mana ko'ryapsizlar, tayda kalsolari, 4 tadan baquvvat kalso qo'ygan. Bemalol yetalab, uka keling ichiga tushib bering-da. Mana, mo'g'oriylar akalar. Hamma ma'lumotini egasidan so'raymiz. Birinchi mana eksperiment qilib olaylik. Mana bitta bola, bu bolani taniganlar bormi? Bu bolani bitta ko'rsatib taniganlar bormi? O'sha mashhur bola. Keling siz ham uka. Ikki o'yinlarda hozir yetalab bir nimasini ko'rsatamiz mana. Endi mana hozir hisobda 100 kilo yuk bor. To'g'rimi? 100 kilo emas, marvalar o'zi 6 kilo. Ha, boring 150 kilo bo'pti-da. 130 kilo deydi. 130 kilo. Men qarang endi, men yetalash qarang. Men qarang mana. Yengil. Yengil men qarang mana. Bemalol boradi. Mana, keladi, men qarang. Yengilligini qarang mana. Bir qo'lda yetalab yuraverasiz mana. O'ynatib, ko'ryapsizmi? Aylantiraman kelaverasiz. Ammo lekin akalar, mana boru listda bu og'ir bu. Qalin listdan qo'yganmisizlar. Listlariga keladigan bo'lsak, stingasi 2 mm-likgacha qo'yyapmiz. 1,5 dan boshlab turib. Katta kichikligiga qarab, xo'jalik katta qilib, zakasiga qarab qidirveramiz. Mana narsasi haligi musor nima kelganda apparat o'zimni ko'tarib oladigan narsa ekan. Endi tushuncha bo'ldi. Karaga o'xshagan narsada. Men qaranglar akalar, men qarang. Maza qilib, yadam yoqqa sudrab, bu mahallalarga xolosalar mana kichirog'i bor, ofislarga, ofisni oldiga qo'ysangiz bo'ladi. Xolosangiz kattasidan bor, domlar bo'ladi, masalan, ko'p qavatli domlar. Domlarni oldiga qo'ysangiz bo'ladi akalar. Bunimiz 1 tonnadan oshiq shekilli, ya? 1 tonna aka, bunisi 1 tonna. Ha, bunisi 1 tonna. Bunisi 700 mi, nima bu? Nech? 700 kilo. Bunimiz 500 kiloli. 500 kiloli. Uyga aka. Men o'zim ham juda qiynalib ketdim aka. Muqarrarlar, uchkalari ham zo'r ekan, qarang. Ayniqsa hozirgi paytda musorni yo'qotish problema bo'lyapti-ku. Hali etta qop bo'lib yotibdi-da. Shuni mashinaga solib qo'ysa, ustini bir narsa bilan yopsa, hidi chiqmay turadi-da, lekin musor yashik kelguncha. Bir haftagacha bemalol musor apparat. Bir haftagacha sinov solasiz, qoplamay istasangiz. Qizig'ini aytaymi? Bir joy tozaladingiz. Bir joy tozalaganingizdan keyin o'sha joygacha olib borasiz aka. Yetalab, bemalol. Mana akalar, tayda qildiralari ham zo'r ekan. Endi, o'sha eshtagiga, o'sha musor paqir olib chiqadigan joyga, musor olib ketadigan joyga yetalab olib chiqib qo'yasiz. Buni listlari ham xuddi shundan, ha? O'sha bunga ham o'sha 1,5lik listdan qo'ygan kichkina. Bu kraskalari ham yaxshidan qo'yilganmi? Kraskalari ham ancha-munchaga nima ketmaydimi? Zanglamaydi. Zanglamaydimi? Yaxshi. Kalsolari sinib ketmaydimi? Yo'q, umuman sinmaydigan o'sha 500 kilo, 500 kilo yukladigan bo'lsa sinmaydi. 500 kilodan iyog'iga sinib qoladi. Lekin akalar 500 kilodan oshiq ko'z sosalari sinadi ekan, lekin 500 kilogacha sinmaydigan yaxshi narsa ekan akalar. Qarang. Bonosi ham ashi xuddi shu narsanikimi? Bunisini yo'q, bu prosta yetalash uchun qo'yilgan. Ruchka bu. Mana bunday tortib, qaranglar. Tortib yurish. Ammo lekin haqiqatan yengil narsa ekan, yengil narsa ekan. Mana akalar, chorniy holati tayyor bo'layotgan holat mana. Kraskaga tayyor. Ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'ini. Listlarini qarang, listlarning qalinligini. Toza list. Haligi bir yangi list.
yangilis atxot bir ali etdan yig'ib kelmagan mon qaranglar. Konteyner emas aka. Konteyner emas. Toza listdan qilingan akalar. Endi buni pullari qancha olyapti uka? Xo'p. Aka buni qilamiz. Ha, olib kelinglar unisini. Ashini olib keling-da, 700 kilo ol deganimizni. Ana. 1 million 100 ming so'm qilib beraman. Mana kichkinasini. Aha. 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm. Bunisini aka 700 kilo olingni. 1 million 400 ming so'm qilib beraman. 1 million 400 ming so'm. Mana bu yerda 1 million 600 ming so'm. Bunimiz 1 million 600 ming so'm. Ha. Buni ham tagida liski ham bir xil ashindan qilingan. Hammasi bir xilda qilingan. Bu ham 1 tonnagacha ko'taraveradi. Bemalol 1 tonnaga. 1 tonnagacha bemalol ko'taraveradi akalar, qaranglar. Mana ruchkalari ham 50 lik, ha? 50 lik turbadan qilinganmi? Qalin turbadan. Sinib ketmaydi mana bu narsalar ham ko'targanda. Akalar o'ta ham pishiq, mustahkam qilib ishlangan. Mana ko'ryapsizlar. Haqiqatan sifati zo'r ekan bunimiz. Buni dastlabkilar qanday bo'ladi? Mashitam ketami yo jo'natamizmi? Jo'natib beramiz, bu dastlabkasi kelishilgan holda. Dastlabkasi kelishilgan holda. Nimaga unaqa deydigan bo'lsangiz aka, dastlabkasiga buni pul qo'shilish sababi katta, bilakan. Joy egallaydi. Joy egallaydi, gabarit katta, to'g'ri. Hamma ham sotib olavermaydi. Inshaalloh buni kelishilgan holda talabga qarab turib qildik xolos aka. Talabga qarab turib so'raganlar uchun, o'zim uyimda qiynalganim uchun aka. Qildim-ning. Yaxshi narsa, lekin zo'r nimani o'ylab topsiz. Bu ham akalar kimgadir mana shu narsalar kerak-da. Ayniqsa domlarning yonida juda kerak bo'ladi. Hali plastmassasi bor Rossiyalarda, bilasizmi? Ha, bilaman. Juda ko'p joyda ko'rganman, sindirib yuboradi. Hali bema'ni bolalar tepib sindirib yuboradi. Buni ancha-munchaga sinmaydigan, qarang, baquvvat narsa-da bu. Akalar issiqda ham kuyib ketadi. Yoshda aka 1 oyga bormay hech qanchaga bormas. Kuyib ketadi omma, to'g'ri ashi. Lekin bu quyoshga ham chidamli, sovuqqa ham, issiqqa ham, suv bosib ketsa ham mana tirik qoladigan narsa-da. Akalar, olinglar, maza qilib ishlatasizlar. Bo'ldi уже.